Navbatdagi savolimiz robot harakati haqida. Demak, unda nimalar bor ekan? Chapga, o'ngga, yuqoriga harakatlanib, 4 xil tomonga harakatlanib bo'lar ekan va 4 xil shart tekshirib bo'lar ekan. Endi algoritm quyidagicha. Agar chap bo'sh bo'lsa, chapga yuradi va chap bo'lmagandan keyin keyingi buyruqqa o'tadi. Tepa bo'sh bo'lsa, tepaga harakatlanadi va tepa yopilgandan keyin, ya'ni yo'l bo'lmagandan keyin o'ng tomonni tekshiradi. Shundan keyin yana harakatlanishda davom etadi agar yo'l bo'lsa. Bizda aytyaptiki, nechta yo'lda harakat boshlangan, o'zi harakat boshlagan katakchaga yana qaytib kelish shartini bajaradi. Mana bular ham devorlar, bular orqali ham harakatlanib bo'lmaydi. Orqaga yoki boshqa tomonga harakatlanishi mumkin, ochiq tomonga. Endi nima qilamiz bu masalada? Har bitta nuqtani tekshirib chiqishimiz kerak o'zi. Misol uchun ana shu nuqtadan boshlansa desa, chap tomon bo'shmi? Ha, yo'q. Shu ko'rinishda tekshirib borib, har bitta yo'lni ko'rishimiz kerak. Lekin bizda 6 ga 6 36 ta katagi bor. Bunchani tekshirib o'tirishga ancha vaqtimiz ketadi. Birinchi navbatda eng oxirgi buyruq bajarilib to'xtashi uchun, bajarilmay to'xtashligi uchun pastki tomon band bo'lgan, ya'ni yopiq bo'lgan joylarni olishimiz kerak. Bular nuqtacha qilib qo'yaylik shuyerda. Demak, bu, mana bu. Ya'ni bularni pastki nuqtalari, pastki tomoni bo'sh emas. Endi shuni tekshiramiz bir boshda. Mana bu katakdan boshladim. Va birinchi buyrug'im chapki tomoni bo'shmi? Yo'q. Demak, keyingi buyruqqa o'tamiz. Yuqori tomoni bo'shmi? Yuqori tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Demak, yuqoriga harakatlanadi. O'ng va shundan keyin yuqori tomoni band. Uje ikkinchi qatorni ham bajarmaydi, keyin uchinchi qatorga o'tadi. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Demak, o'ngga yuradi. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh, keyingisiga yuradi. Xo'p, ketdi. O'ng tomon ham yopildi. Keyingi buyrug'imiz pastki tomon bo'shmi? Mana shu katakka turibdi. Bu katakning pastkisi bo'shmi? Bu bo'sh. Demak, pastga harakatlanadi. Kelib qolgan joyimiz pastki tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Demak, pastga harakatlanadi. Xo'p, pastki tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Demak, yana pastga harakatlanadi, bo'ldi. O'sha shu yerda to'xtarkan. Boshlanish joyi, demak, bu yerda bo'lsa, robotimiz harakatlanib, mana bu katakka kelib qoldi. Bizning shartimiz bajarilmadi. Demak, birinchi holatda birinchi katakchamiz, demak, bajarilmadi. Navbatdagi katagimiz chapki tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Chapga harakatlanadi. Yuqori tomon bo'shmi? Yo'q. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Bu yoqqa o'tadi. O'ng tomon yopildi. Pastki tomon bo'shmi? Demak, bo'sh, 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 pastga keladi, mana bu yerga kelib qoladi. Demak, bu shartni ham bajarmasgan. Endi navbatdagi chap tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Chapki tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Chapki tomoni bo'shmi? Yo'q. Demak, keyingi qatorga o'tamiz. Tepa tomoni bo'shmi? Yuqorisi bo'shmi? Ha, bo'sh. Yuqoriga harakatlanamiz. Yuqori tomoni bo'shmi? Yo'q. Mana. Endi keyingi buyruqqa o'tamiz. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh, yuramiz. O'ng tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh, yuramiz. Bo'ldi. O'ng tomon ham yopiq. Pastki tomon bo'shmi? Ha, bo'sh. Pastki tomon bo'shmi? Ha, bo'sh. Pastki tomon bo'shmi? Yo'q. Demak, mana bu yerga kelib qoldi. Bu ham bizning shartimizda bajarilmadi. Endi shu katakni o'zini ko'ramiz. Menimcha to'g'ri keladi. Xo'p, chapki tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Chapki tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. Chapki tomoni bo'shmi? Turgan katakda. Ha, bo'sh. Demak, harakatlanamiz. Chapki tomoni bo'sh emas. Endi tepa tomon, yuqori tomonga harakatlanamiz. Bo'sh. Yuqori tomon bo'shmi? Ha, bo'sh. Yuqori yopiq. Keyingisi
O'ng tomoni bo'shmi? Ha, bo'sh. O'ng tomoni bo'shmi? Mana bu katagi tekshiryapti. Bo'sh. Demak, yurib bilaman. O'ng tomonga yurib bilamanmi? Ha, yurib bilaman. O'ng tomonga yurib bo'lmaydi. Xo'p, endi pastga va pastga. Va bizning shartimizni qanoatlantiradigan katak topildi. Endi mana shu kataklarga yaxshi chizmaga e'tibor qilinglar. Qanaqa yo'nalish hosil qildi. Bizda chapga yurdi. Keyin yuqoriga yurish kerak ekan. O'ngga yurish kerak ekan va aylanib yana o'zini joyiga kelish kerak ekan. Mana shu yo'nalishda harakatlansa, endi bemalol qaytib o'z joyiga kelishi mumkin. Endi bitta-bitta tekshirib o'tirmayman, xuddi shu chizgan yo'nalishim bo'yicha birdaniga chizib ketaveraman. Uje devor yuqoriga ko'tariladi. Devor. Bu yerda ham devor va pastga tushdi. Demak, bu nima bo'ldi? O'z joyiga yetib kela olmadi. Keyingisi.